Guligan tagidan pashshalar uchib chiqyaptimi chivilla? Qora chivilla. Suv quysanglar yana uchib chiqib, uylarda uchib yuribdimi? Shunaqami? Bu video sizlar uchun. Uy sharoitida qanaqa qilib tezgina paka dorini olib kelganingiz uchun nima qilishni aytib beraman hozir. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Сохранить tugmasini bosib, tanishlarga jo'natib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Kommentariy, fikr mulohaza, like, подписка обязательно. Так, bu uchun nima qilamiz? Masalan, gulinglar. Mana gul. Mana suv quyganda yuk mamutlardan pashshalar uchib chiqib yuribdi. Bu uchun nima qilamiz? Hozir sizlar borib, hammada har xil sharoit olib kelib, yana nimadir o'ylab topguninglarcha nima qilamiz? Oddiy muruch, o'zimizning uydagi qora muruch, черный перец. Nima qilamiz? U uchun garshok ustidan mana shu turpog'idan 2 santimetrgacha olib olib tashlaymiz. Olib musorga, gir aylanasiga olib musorga tashlab yuboramiz. Va mana muruch qo'limizga ozgina olamiz. Ko'p emas. Qaranglar. Mana jig'itchigina olib, mana ko'rib turganinglardek, jig'itchi. Mana mashitga to'rtta aylantirib hisob chiqamiz. Bu uchun juda ham kam miqdorda kerak bo'ladi. Bu shu 2 santimetr nimaga olib tashlaymiz? Chunki mana shu uchadigan pashshalar, lichinkalar hammasi именно gruntnikini aytmayman, har xil belokrilka yoki shira tushganini aytmayman. Bular 2 santimetrgacha kirib, yashaydi, uxlaydi, lichinkalarini qo'yadi, dam oladi. 2 santimetr oyog'iga kirmaydi, dimiqib bo'g'ilib o'lib qoladi. O'sha 2 santimetr olib tashlasanglar, mabodo ichida bo'lsa, ketadi o'sha bilan musorga. Va olib muruchni to'rtta aylantirib chiqsak, mana uni qochiradi, zo'r effekt beradi, xudo xolasa. Hamma narsa Alloh izni bilan sababini qilamiz. Yoqqan bo'lsa like, подписка va kommentariyada fikr mulohaza. O'zimizdan oddiy muruch. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.